Hammaga salom, men ismim Karif va men mashina ustasiman. Har xil buzilgan qimmat va arzon mashinalarni tuzatish meni vazifam. Lekin bugungi qismda boshimga katta kulfat tushdi. U kulfat qanaqaligini bilmoqchimisiz? Unaqa bo'lsa, videoni oxirigacha ko'ring. Tong bilan vannaga cho'milish menga biroz yoqmaydi, lekin noloj kecha o'zgina tankini, ya'ni albatta tank emas, hazillasham kamasini remont qilgandan so'ng ustimizgina benzin qizi chiqibdi. Mayli endi o'zgina bitqonni bilaman va hammasi yaxshi. Surilgan albatta benzin chiqib qoldi, mayli. Hammaga salom, sizlar bilan men Karif va men bilasizlar ustaman. Har xil mashinalarni sotish bo'layotgandek meni vazifam va endi bilasizlar o'sha ishimga borishim kerak. Tak endi esa bu yerdan telefonimni va hamyonni olib olaman, sababi buning ichida menga kerak bo'lgan pullar bor. Mayli endi esa mana bu pulni olgan yaxshiroq, sababi hamyonni yo'qotib qo'yish niyatim yo'q albatta. Mayli olganman bir tarafdan yaxshi, mayli olib qo'ya qolay, sababi buning ichida juda ham ko'p pul bor. Agarda bitta savdogar, ya'ni savdo qilish kerak bo'lsa, olaman. Tak endi esa hamma narsamni oldim va endi ishga ketsam ham bo'ladi. Albatta sizlar videoga like bosib, kanalimga obuna bo'lib qo'yinglar. Sizlar uchun harakat qilyapman. Tak endi esa mana buni chekkaroq qo'yib qo'yamiz va o'sha bizni kostyumimizni kiyib olamiz. Sababi tashqari normal sovuq, albatta bu sovuqda shamollab qolish niyatim yo'q albatta. Tak endi esa tashqariga tashqariga chiqamiz va bu yerdan eshikni qulflaymiz va hammasi normal. Endi esa tashqariga chiqib, qo'yaskerom mashinamiz bilan ishga boramiz. Bugun cho'ta banditlar ko'rinmaydi. Oldingi qismda bilasizlar, banditlar bilan o'zgina nima bo'ladi, talpa ko'rishga to'g'ri kelganda, lekin mana bu mashina meniki emas, bu arendaga olingan mashina. Albatta qirib olib yoki biz bo'lsam, arendasini-ku, mayli arendasini bir amalab to'layman, lekin bu mashinani qirib oladigan bo'lsam, remontini o'zim qilib, hammasini nima bo'ladi, partlarini, ya'ni har turli o'sha narsalarni topish va sotib olish juda ham qiyin bo'ladi. Menga esa bunaqa problemalar kerak emas, sababi yo'q joydan problema hech kimga kerak bo'lmaydi. Tak endi esa buni sekin sandiqqa solib qo'yamiz va все. Endi esa mashinani olib, xullas usta, ya'ni o'zimizning ustaxonamizga borsak bo'ladi. Tak svetlar ochiq, mana bu oshxonamning sveti ochiq, hammasi yaxshi. Endi esa prosta tak ishga otlanamiz. Tak endi eshikni ochamiz va juda ham yaxshi mashinamizga o'tirib, xullas o'zimizning mashinamizdek bilib, xullas tezroq endi ishxonamizga boramiz. Tak endi orqaga yurishga to'g'ri keladi, sababi mana bu yerdan qoidalar bo'yicha bu yerdan o'tish mumkin emas. Orqaga sekin. To'g'risini aytsam, o'zgina qiyshayib ketsa qo'rqadigan bo'lib qoldim bu mashinadan, sababi bilasizlar qimmat mashinaga menimcha bilinib turibdi. Biz bo'ladigan bo'lsam, bo'yatgandek to'lash normal qiyin bo'lishi mumkin. Tak Minecraft chanklari ochilmayapti, bug. Mayli endi esa sekin o'sha ustaxonamizga yetib boramiz. Buglar juda ham yoqmaydi Minecraftda. Mayli noloj Minecraftni adminlarga aytish kerak, ozgina Minecraftni, ya'ni release, ya'ni ozgina bitta xullas kerak. Mayli endi esa stop mashinami? Stop. Men o'ylagan mashina emas, aniq. Yo'q, nahotki Dodge Charger. Lekin bizning ustaxonamizda bunaqa mashinalarni kamda-kam uchratsa bo'ladi, lekin Dodge Charger juda ham qimmat va Amerikaning eng taniqli mashinalaridan bittasi va juda ham yaxshi. Palikat favorotniga yana yonib qopti, shu favorotnikka juda ham yomon ko'raman. Mayli, nima ham qiladik, Minecraft, ya'ni mashinalarni albatta olib tashlab bo'lmaydi, sababi gay ukalarimiz ko'rsa, albatta shtraf soladi. Bilmadim, bu mashina kimniki? Stop. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom, yaxshimisiz? Yaxshi, o'zingiz qalay? Yaxshi, xullas keram, mana bu ustaxonada boshliq sizmisiz? Menman. Xullas keram, shu mashinani remont qilib berishingiz kerak. Sigaret. Ishingiz bo'lmasin. Mayli, lekin chekish zarar. Men chekayotganim yo'q. Cho'pa-cho'p siqib o'tirgansiz ham. Stop, qo'y, sekin, axir bitta remont uchun bu juda ham ko'p. Menga baribir. Stop, qo'y, bu jinnimi bu? Qo'y, aka. Rozi imkon ish qilib, stop. Nima $100likdan 4 stak? Yo. Agarda rozi bo'lmaydigan bo'lsa, buncha pulga aniq meni kechirmaslik aniq, lekin o'zi berib taqir. Demak, bu meni pulim. Endi esa stopni mana bu chekka qo'yib qo'yaman va endi hozir ko'ramiz bu qancha bo'lar ekan. Stop. $2,652,000.
Yo, buni endi bir yerga solib qo'ymasam bo'lmaydi. Ha, bilmadim, qayerga solib qo'yaman. Yo, hozir. Yo'q, bu yer ham bo'lmaydi. Stop, moshinaning orqasiga, ya'ni bagajga solib, keyin eshigini, ya'ni bagajni qulflab qo'ysam, hech kim topolmaydi va bu yerda chamadon bor, ichiga solaman va endi yopaman. Juda ham yaxshi yopilib qolib palakat. Shu yerda shunaqa muammo kerak menga opa va juda ham yaxshi. Endi esa yopaman va hammasi yaxshi. Endi hech kim olmaydi bu pulni. Tushunursan. $2,5 million. Lekin endi bu mashinani remont qilsak bo'ladi. Bilmadim, shuncha pulni qanaqasiga berib ketdi. Lekin qiziq, lekin nima uchun berib ketdi? Mayli, u yoq bilan endi meni ishim yo'q. Eng muhimi endi bu pullar meniki. Tak endi esa bu yerga yo'q, kalitimni mayli o'zimga olib qo'yganim yaxshiroq. Tak endi esa mana bu yerga solamiz. Stop, bu kostyum. Voy, palakat, mana ekan u kostyumim. Oldin bu kostyumni yo'qotib qo'ydim deb topolmay yurgandim. Bu yerga qo'yib ketgan ekanman. Mayli, palakat. Mayli, endi esa pulimizku bunday kostyumlardan million trilliontasini olib shaharga tarqatsak bo'ladi. Mayli, endi esa xullas palakat. Endi esa bu yerdan ключimni olib, xullas kelam. Yo'q, buni kalitdan bu yerga solmayman. Sababi bu yerga soladigan ahmoq yo'q. Tag'in qolib ketsa, keyin uyga kira olmay qolishim mumkin va bu yerdan ключ va mashinani remontini boshlasam ham bo'ladi. To'g'risi bilmadim bu mashinani qayerga buzilgan. Eng muhimi bu yuradimi, hozir ko'ramiz. Stop, axir stop. Bu meni ahmoq qilyaptimi yoki-da bu yurishdan muammo emas, boshqa yerda muammomikin. Hozir ko'ramiz qani. Tak kapotini ochamiz. Stop. Kapotida ham hammasi normal. Yo'q, hech qanaqasi muammo yo'q. Motorlar hammasi turibdi. Palakat. Yo'q, bo'lsin javob. Palakat. Endi esa nima uchun palakat dedim bilmadim. Stop. Bu yerda tushunmadim. Ko'zlarimga ishonmayman. Bu nima? UP45? Yo'q, faqat original demang, faqat otadigan demang. Qana stop. Yo'q, buni axir stop. To'g'risi tilimni ham yutib yubordim. Skini ham bor. Demak, buni sotsam, bilasizlarmi qancha pul bo'ladi? Nima? Pulim yo'q. Yo'q. Buni men o'zim yopib qolaman. Agarda kerak bo'lsa bu yerga tashlab ketmas edi. Xudo's kelam, endi aniq men boyman desam ham bo'ladi. Endi esa bu yerda pistolet ham bor. Bu P226 nomli pistolet. Tushunursan, juda ham to'g'ri aytsam, normal pul topdim bugun. Bugun menimcha omadim keldi va UMPni o'zi normal pulga ketadi. Bu oltinli pulemyotni esa aytmasam ham bo'laveradi. Короче, так endi esa xolos buni chekka yopib qo'yaman va endi bularni sotib o'zimga bitta bilmadim qanaqa mashina olaman. Shaharda sotib olsam ham bo'ladi bu pulga demayman. Mayli, endi esa ustaxonamni ozgina changlarni artamiz va kechqurun bularni sotamiz. La'nati, ishqilib rejam ushtasin agarda ushlamaydigan bo'lsa, boss meni aniq o'ldirishi aniq jinursin. Mayli, stop, qanaqadir qo'ng'iroq cho'qidan qani. Alo. Xullas kelam, reja o'xshadi. Nima? O'xshadi? Unga mashinani berdim. Judayam yaxshi, men sizga ishongandim. 308-chi? Nima deysiz? Xullas kelam, ishni boshlasang bo'ladi. Qo'yil, ko'p vaqtdan beri odam o'ldirmagandim. Qani, bora qol. Rahmat boss. Arzimaydi. Albatta o'ldirmay kelma. Tushunarsan, hassos. Bu albatta hassos. Boss, menga bu ishni buyurgan to'g'ri aytsam juda ham yaxshi bo'ldi. Odam o'ldirmaganimga ham ko'p vaqt bo'ldi, lekin boshlar bo'yicha bu yosh bola ekan. Mayli, endi nima ham qilardim, ishim shu. Meni kechirasan degan umiddaman. Tak endi esa qani, sekin mo'ljalga olsak bo'ladi. Qani, bo'lakka chiqa qo'l va mana chiqdi. Juda ham yaxshi. Qani, 1 2 3. Falakat. Boshim. Sama qayerdaman axir? Boshim. Yo'q. Men qayerdaman? Tushunarsan, qamab qo'yishganmi? Stop. Kimdir kelyaptimi yoki-da? Yo'q, tushunarsan, meni qamab qo'yishibdi. Tushunarsan. Boshim to'g'ri aytsam juda ham qattiq o'ryapti. Men o'zi kimman? To'g'ri aytsam eslamayman desam albatta hazillashgan bo'laman. Mana bu yerdagi yo'q, bu bosilmaydi palakat. Men ham deb bo'lsa maylimi? Nima qilam? Stop, yana kim bo'ldi? Nima? Michael? Stop, jinni. Nima qilasan bu yerda? Xullas kelam, seni quturishga keldim.
qanaqasiga men qayerdaman? Xullas kelam seni banditlar qo'lga olishdi, xullas men ham shularga ishlardim. Nima shunda seni ham meni qamashda? Yo'q, xullas kelam mana buni ishla. Nima yumpi? Xasikan kalaveram. Xo'p, xullas kelam mana bu o'qlari va xullas kelam shular bilan chiqib ketishga harakat qilishing kerak. O'zim men bu yerga nimaga olib kelishdi? Qurol topib olganmiding? Da, o'shalar bizni boshga tegishli va o'shani sen olgansan deb senga to'nga borishdi. Nursin, axir uni men olmagandim. Uyoni keyinroq gaplashamiz tezroq. Undan ko'ra bor. Mana xullas kelam senga kirkan beraman. Tushunarli, xamos to'ldiraymi? Ha, iloji bo'lsa hammasini. Tushunarli. Qani kirko olib bo'lmayapti. Tushda olding. Tushda yaxshi menimcha. Mana olgan ekanman. Qo'rqib ketman olman deb, endi esa bu yerdan qochishga to'g'ri keladi. To'g'ri, odam o'ldirishga ham to'g'ri keladi, lekin ular meni bunaqa qo'l solishdi, demak, men ham ularga qaytarib va qanaqa deyapman, nima deyapman o'zir. Mayli, endi esa bu yerga tashlab ketsam ham mayli kerak bo'lib qolishi mumkin. Xullas kelam, endi hozir chotki bitta multfilm boshlanadi. Albatta sizlar videoni like bosinglar. Xullas kelam, mana bu yerda odam va boshladik. Oy, bosqin! Jinursin qanaqa bosqin? Voy, poliga qoch. Jinursin. Oy, falokat buni o'qilmaganicha. Mana omadsanga qana bu yoqqa ke. Jinursin. Stop. Oy, yana to'rdimi? Yo'q, bu yerda hech kim yo'q. Juda ham yaxshi. Endi o'qlaymiz va oy, qaralaring. Qaralaring hozir hammasi mendan ko'rishadi. Qani sekin qani bolajonlar, stop. Nimaga buni o'qib tezga qo'yapti? Palaga qochib o'tmasdan oldin nima bular alkash? Tushunadi, demak juda ham qattiq ish aytishgan. Bu degani menga juda ham plyus, oyoqda tura olishmaydi va juda ham yaxshi. Mana bu yerdagilar minus va mana bularni ham birin minus va palaga mana bu yerda turib olganicha juda ham yaxshi. Endi esa to'g'risam hammasi alkash bularni, oyoqda tura olishmaydi. Mana bu yerda chiqish juda ham yaxshi. Va palaga jinursin bu yerda to'rttasi bittada. Stop, o'qlab olamiz va endi bu yoqqa kelarik bitta, ikkita minus. Stop. Qochamiz, berkinib. Bularni otmasak agarda bizlarni o'ldirib qo'yishlari mumkin. Stop. Berkinamiz va qani palaga masalalarga va juda ham yaxshi. Qo'yil birdaniga 3 ta minus. Oyoqda tura olishmaydi. Menimcha bugun bitta ba'zim bo'lgandir. Mayli, yo'q bilan hozirda mana umuman yo'q. Mana palakat mana bu yerda odam va sekin. Qoch. O'qlay qil. Iltimos, bitta shartnoma tuzaylik. Shartnoma tuzaylik. Orqamdan kelayotganicha. Men senga imkon beraman. Nima? Imkoningni beraringga tushundingmi? Juda ham yaxshi. Menimcha hammasini o'ldirdim, lekin buni bossini chota topa olmadim. Mayli, to'g'risam boshim juda ham og'riyapti. Endi esa uyga borib damni olaman. Endi esa ertaga ishga chiqishim kerak. Bilmadim, boya aytgandiki, Michael qanaqadir odam meni o'ldirish haqida aytganda. Stop, mana bu eski bozor. Demak, mana bu tarafda shu yerga borsam, uyimga yetib olsam bo'ladi.